hozirgi kundagi insonlar qaniydi bir tabletka bo'lsa-da sehrli. Hamma kasalliklarimni davolasa yoki yoshartirib qo'ysa degan orzu xayollar bilan yuradi. Aslida burnini tagida turgan bitta meva haqida bilmaydi. Bu meva zamonlar bilan isbotlangan. Rumda, qadimgi Rumda jangchilarni jangga ketishdan oldin berilgan kuch bo'lish uchun yoki Forsiyada kasallarni tezroq tuzalib ketish, oyoqqa turish uchun berilgan. Hozirgi kundagi ilm bilan isbotlab berilgan tarkibida tanin, mineral, vitaminlarga boy bo'lgani uchun kerak bo'lsa o'rta og'ir kasalliklarni davolashda ham juda ham zo'r natijalarga erishsa bo'ladi. Bu mevani bir kunda bir mahal bir oy iste'mol qilish qondagi qand miqdorini tushiradi, qalb, yurakni tinchlantiradi va juda ham ko'p kasalliklarda, yallig'lanish deysizmi, qon bosim deysizmi, shunaqa bir turli xil kasalliklarda davolanishda keng qo'llaniladi. Bu meva borki o'zimizni anor bo'ladi. Bor yo'g'i bir kunda, bir mahal, bir oyning o'zgarishini o'zingiz ko'rasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborga rahmat.